Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Afdalul ibadati ummati tilovatul Qur'on. Meni ummatimi ibodatining eng afzali bu Qur'on tilovatida marhamat qiladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Musulmon kishi, mu'min kishi Qur'on o'qib topgan ajrini boshqa hech bir qaysi amalda topa olmaydi. Chunki inson agar cho'ntagidagi molidan sarf qilsa, unga savob bo'lsa, bir odamni mashaqqatini yengil qilib, yetaklab yo'ldan olib o'tib qo'ysa, unga savob bo'lsa, bularning hammasiga uydan chiqish kerak, ko'chaga chiqish kerak, sa'y-harakat qilish kerak, pul sarflash kerak, vaqt sarflashlik kerak. Lekin Qur'on tilovati shunday ibodatki, bu mana shu aytilgan narsalar hech qaysi talab qilinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, har bir o'qilgan Qur'on harfi uchun 10 tadan ajr bor. 700 tagacha Alloh xohlagan bandasiga yana ham ziyoda qilib beradi. Men dedi Rasululloh, alif lam mim ni bitta harf demayman dedi. Alif bitta harf, lam bitta harf, mim bitta harf. Demak, musulmon kishi mushafni ochadimi yoki yoddan o'qiydimi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim desa 30 ta savobga ishlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad desa, mana shu Ixlos surasidagi 1-oyatda 11 ta harf bo'lsa, demak 110 ta savobga ishlaydi. Bunaqa ajrda oson ishlashning yo'li qayerda bor? Xo'p, Qur'on o'qishlikka doim imkoniyatimiz bo'lmasa yoki Qur'on o'qishlikni bilmasak-chi, bizga qanday yo'l bor? Ana shu Qur'on tilovati bo'layotgan taroveh namozlarida somi bo'lishlik mana shu ajrni siz bilan bizga yozadi. Qur'onda nechta harf bo'lsa, har bitta harfga 10 tadan savob qilingda va buni ko'paytiring. Va buni ustiga ustak Ramazon oyida qilingan sunnat amallar boshqa oylardagi farz amallarning qatorida o'tadi savobi. Endi Ramazonda qilingan bitta farz amal 70 ta boshqa oylarda qilingan farz amalning savobini beradi. Endi Ramazonda o'qilgan Qur'onning savobi qanchalik bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, qalbida Qur'ondan biror bir oyat bo'lmagan kishi bu go'yoki xarob uyga o'xshaydi. Qur'ondan biror oyat bo'lmagan insonning qalbi xarob yoki o'lik qalb deyiladi.